Jenevada o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 52-chi yig'inida Dunyo Uyg'ur qurultiyining programma moslashtiruvchisi Zumratay Erkin so'z qilib, Uyg'urlar duch kelayotgan masalalarni o'tirg'a qo'ydi va bularga qarshi harakatga o'tishga chaqiriq qildi. Zumratay so'zida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissarining Sharq Turkistondagi ziyorati va doklatidan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir qator dokladlarining e'lon qilinganligini, bularda Xitoyning rayondagi kishilik huquq tafsandichiliklarining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirishi mumkinligini ta'kidlaganligini o'tirg'a qo'ydi. U yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisod, ijtimoiy va madaniyat huquq komitetining oldingi oyda e'lon qilgan dokladida rayondagi kishilik huquq tafsandichiligiga munosabatli nurg'un masalalarni o'tirg'a qo'yganligini ta'kidladi. Malayziya taratqullarining xabar qilishicha, Malayziya musulmon yoshlar harakati ABMB 20 mart Hindistonning Daramas salada yashaydigan Tibetlarning diniy rahbari Dalay Lama bilan ko'rishib, islom o'chmanligi masalasi va Uyg'ur masalasini muzokara qilgan. Dalay Lama muzokara jarayonida Uyg'ur do'stlarimizning zulmga uchraganligini anglaganimda azob va qayg'u his qilaman degan. Xalqaro kishilik huquqni nazorat qilish markazi nomli tashkilot 2022-yildagi dunyo kishilik huquqiga daxl ta'ruz qilish dokladini e'lon qildi. Doklad dunyodagi muhit, ma'rif, sahiya, qonun, axborot, iqtisod va siyosat qatorliq sohalardagi huquqqa daxl ta'ruz qilish ahvolini o'z ichiga olgan bo'lib, Xitoyning dafsandichilik qilmishlariga o'rin berilgan. Dokladda Xitoy bu yilmi Uyg'ur, Qozoq va Tibetlarga qarata sistemalik assimilyatsiya qilish va yo'qotish siyosatini davomlashtirdi deb ayblagan. Xitoyning Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini dunyoga anglatishda lager shohidlari muhim rol o'ynab kelmoqda. Fransiyada turishliq lager shohidlaridan Gulbari Xotivaji va Gollandiyada turishliq Qalbinur Sidiq xonim ikkilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining taklifi bilan Amerikaga kelgan bo'lib, ular bir qancha kundan beri Amerikadagi o'xshamagan organlarda o'zlarining lagerda beshdan kechirgan kechirmishlarini anglatgan. 3-ayning 22-kuni Markaziy Washingtondagi Xalqaro Jumhuriyatchilar instituti Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan hamkorlashib, Xitoyning Uyg'urlar qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik ustidan guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Xitoy poytaxti va dunyodagi eng chong shaharlarning biri bo'lgan Beyjingning nufusi 19 yildan buyon tunji qitim azaydi. Bu shaharning nufusi 2021-yildagi 21,880,000 dan 2022-yili 21,840,000 ga ozlagan. Hukumat sonliq ma'lumotlarga qaraganda, bulturqi tuvallash bir qadar kichik bo'lsa-mu, ammo u butun mamlakatdagi texmi cho'ng masalaga vakillik qiladi. 1961-yildagi cho'ng ocharchilikdan buyon Xitoyning nufusi bultur tunji qitim azaygan edi. Amerika dengiz armiyasining urush paraxotining Xitoyning Janubiy dengizda egilik huquq talab qiladigan orollarga yaqinlashishi ikki davlat o'rtasidagi harbiy jiddiylikni keltirib chiqadi. Xitoy Xalq ozodlik armiyasining Janubiy fronti qo'mondonlik shtabi e'lon qilgan bayonotida Amerika dengiz armiyasiga tava boshqariladigan bomba qo'g'duvchi USS Miloisning Xitoy Shishi deb ataydigan Siratli orollarga yaqin joyda ruxsatsiz holda dengiz tavalligiga kirganligi xabar qilingan.